Ko'pchilik elektromobil tanlayotganda uning dizayniga, yurish masofasiga va batareya quvvatiga qaraydi. Bugun esa biz uning ko'rinmaydigan signallarini tekshiramiz. Planeta Zich'ning bugungi real test obyekti iCar EQ3 elektromobili. Ushbu elektromobilimizni qo'limdagi Trifile TF2 apparat orqali real tekshiramiz. Elektromobilni 5 nuqtada o'lchab ko'ramiz. Birinchi nuqta haydovchi o'rindig'i. O'rindig'imizdagi ko'rsatkich 0,1 milligauss. Haydovchi oyoq qismidagi ko'rsatkichimiz 1,2 milligaussgacha ko'tarildi. Monitordagi ko'rsatkichimiz 0,1 milligauss. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 0,2-0,1 milligauss. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkichimiz 0,1 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib o'tamiz. 0,1 milligauss. iCar EQ3 elektromobilimizning eng yuqori ko'rsatkichi haydovchi oyog'i ostida chiqdi. 1,2 milligauss. Bu ko'rsatkich qolgan elektromobillarga nisbatan eng past ko'rsatkich. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha past chiqsa, shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Biz sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Aytgancha, videolarni ko'plab odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.